Obunachilarim, yaxshimisizlar? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ishlaringiz yaxshimi? Mana bozorlab keldik. Mana bu quyonchalarni bitta obunachimiz bozordan yetmay quyoncha ekan. Shularni opa, qarab bilsangiz oling deb kelishtirib, nima qilib menga berdi. Ana endi bularni biz davolaymiz. Bittasini ko'zchasini og'ritib qoldiribdilar. Ko'zchasi og'rigan. O'zmaslar ko'rsataman. Mana, ko'zchasi og'rigan. Buni davolaymiz ko'zini. Bittasini qorinchasi og'ritibdilar. Qorinchasini davolaymiz, mana ichlar ketgan. Men bularni davolayman, obunachilar. Video davomida tomosha qilib borasizlar. Ana shu quyonchalarimni hammasini do'mboq qilib, sog'lom qilib, men sizlarga davolashlarni ko'rsataman, obunachilar. Obuna bo'lib, menga kuzatib boringlar. Uydan ham kelib hozir nima baraka bo'ldi. Hozir men u quyonlarimni sotganimni barakatini ko'rsataman, baraka qilganimni. Obunachilar kuzatib o'tiringlar. Obuna bo'lmaganlar yana obuna bo'lib kuzatib boringlar. Quyon demasida mana shularni endi men yetma quyonchalarni qanday qilib parvarish qilib katta qilishni ko'rsataman. Men hammasini ichib o'tkazgan ichini. Qorinchalarni dam qilgan bularni men davolayman endi lichina qilib. Xudo xohlasa, Xudoyim shularni ham sog'lom qilib, katta qilishga menga kuch-quvvat bersin. Duo qilib o'tiringlar. Davolaymiz endi lichina qilib. Obunachilarim hammalaringiz qo'llab-quvvatlab duo qilib, layklarni bosib, obuna bo'lib o'tiringlar. Tomosha qilinglar.